Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Shanba kuni Yaqin Sharqda boshlangan urush 3-kunki davom etyapti. Eron oliy rahnamosi o'ldirildi. Urush Yaqin Sharq bo'ylab tarqalmoqda. Dushanba kuni Isroil o'z harbiy kampaniyasini Livandagi Hizbullohga qarshi kengaytirdi. Hizbulloh Eron oliy rahnamosi Ali Xomeneyning o'ldirilishiga javoban Isroilga raketa va dronlar uchirganini tan oldi. Shundan keyin Isroil Livandagi guruhga tegishli obyektlarga hujum boshladi. Isroil harbiylari Livandan otilgan snaryad urib tushirilgani, boshqalari esa ochiq hududlarga tushganini ma'lum qildi. 2 martga o'tar kechasi Isroil Bayrutning Hizbulloh nazoratidagi janubiy chekka hududlarga havo zarbalari berdi. Livan poytaxtida 10 dan ortiq portlashlar yuz berdi. Shuningdek, Bayrut yaqinida Hizbullohning yuqori martabali a'zolari nishonga olingani aytildi. Bundan tashqari, Isroil harbiy havo kuchlari Tehron osmonida to'liq ustunlikka erishgani va poytaxt bo'ylab razvedka, xavfsizlik hamda harbiy qo'mondonlik markazlariga zarbalar berilganini bildirdi. Eronda esa vaqtincha oliy rahbar vazifasini bajarish uchun 3 kishilik kengash tuzildi. Unga Eron fiqh kengashi a'zosi Alirizo Arofiy, amaldagi prezident Mas'ud Pezeshkian va Oliy sud raisi G'ulom Husayn Muhsiniy kirgan. Eron muhofizlar korpusi oliy rahbarining o'limidan keyin qarshi hujumlarga zo'r berishni bildiryapti. Xususan, Eron raketa zarbasi oqibatida Isroilda kamida 9 kishi halok bo'lib, 20 dan ortiq kishi yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, ballistik raketa Quddus yaqinidagi Beyt Shemesh shahriga qulagan. Buning oqibatida turar joy binosi vayron bo'lgan va yong'in chiqqan. AQSh prezidenti Donald Tramp yakshanba kuni Eronga qarshi boshlangan qo'shma harbiy kampaniyasi taxminan 4 hafta davom etishini ma'lum qildi. Bu har doim 4 haftalik jarayon bo'lib kelgan, dedi Tramp Daily Mail nashriga. U qanchalik kuchli bo'lmasin, bu katta mamlakat. Shuning uchun bunga 4 hafta yoki undan ham kamroq vaqt ketadi, deya qo'shimcha qildi u. Menimcha hamma narsa reja bo'yicha ketmoqda, faqat biz ularning butun rahbariyatining kutilganidan ancha ko'p qismini yo'q qildik, dedi u va Eronning 48 nafar yetakchisi yo'q qilingani haqidagi da'vosini yana takrorladi. AQSh markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, hujumlar boshlangandan beri AQSh kuchlari Eronning qo'mondonlik markazlari, ballistik raketa poligonlari, harbiy kemalari va havo hujumidan mudofaa tizimlariga zarbalar bergan. Bunda B-2 bombardimonchi samolyotlari, qiruvchi samolyotlar, atom aviatsiyasi va boshqariladigan raketa tashuvchi esminetslar hamda boshqa harbiy vositalar qo'llangan. Eron Arab ko'rfazi davlatlarini nishonga olgan holda dron va raketa zarbalari bilan javob qaytarmoqda. Operatsiyalar boshlangandan beri AQShning 3 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan, 5 nafari esa og'ir yaralangan. Shu bilan birga AQSh va Isroilning Eronga hujumi bilan boshlangan bu mojaro neft narxining ko'tarilishiga va minglab aviaqatnovlar izdan chiqishiga sabab bo'lyapti. Belgiya mudofaa vaziri Theo Franken yakshanba kuni mamlakat harbiy dengiz kuchlari Rossiyaning noqonuniy soyadagi flota tarkibiga kirishi taxmin qilingan neft tankeri to'xtatilganini e'lon qildi. Frankenning so'zlariga ko'ra, kema Belgiyaning Ezebrugge portiga olib ketilmoqda va u yerda rasman hibsga olinadi. Belgiya va Fransiya kuchlari tomonidan yakshanba kuni qo'lga olingan Ethera tankeri soxta bayroq va soxta hujjatlar ostida suzganlikda gumon qilinyapti. Fransiya prezidenti ham Shimoliy dengizda harbiy kuchlari tankerni qo'lga olayotgani aks etgan videoni joylashtirdi va bu operatsiyani Rossiyaning soyadagi flotiga berilgan katta zarba deb atadi. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy esa buni olqishlab, Fransiyaga minnatdorchilik bildirdi va kemani Moskvaning suzuvchi hamyoni deb atadi. Rossiya xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tish va o'z xom neftini chegirmali narxlarda sotish uchun egaligi aniq bo'lmagan, ko'pincha eski va nosoz tankerlarning yashirin tarmog'idan foydalanadi. Yakshanba kuni Pokiston va Iroqda AQSh Isroilning Eronga bergan zarbalarga qarshi o'tkazilgan namoyishlar qonli to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Pokistondagi to'qnashuvlarda kamida 23 nafar namoyishchi halok bo'ldi. Xususan, Karachida AQSh konsulligining tashqi devorini buzib kirgan olomonga qarata xavfsizlik xizmati xodimlari o't ochgan. 10 kishi halok bo'ldi, 34 kishi jarohatlandi. Pokistonning shiyalar ko'pchilikni tashkil qiladigan yagona hududi Skardudagi to'qnashuvlarda 11 kishi halok bo'lgan. G'azablangan olomon BMT binosiga o't qo'ygan. Islomobodda esa 2 kishi halok bo'ldi. Politsiya AQSh diplomatik korpusiga bostirib kirishga urinayotgan minglab odamlarni to'xtatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va jangovar o'qlardan foydalangan.
Pokiston ichki ishlar vaziri Mohsin Naqviy namoyishchilarni bosiqlikka chaqirdi. Shu bilan birga biz siz bilanmiz, har bir pokistonlik Eron xalqi kabi qayg'uda deya ta'kidladi. Iroq va boshqa davlatlarda ham namoyishlar kuzatildi. Xususan Bag'dodda politsiya AQSh elchixonasi joylashgan yashil zona yaqinida to'plangan namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granatalar va gaz ishlatdi. G'arbda esa bayram kayfiyati. Eronlik muhojirlar Oyatulloh Ali Xomanayiyning o'limini tantana bilan nishonlamoqda. Parijda minglab odamlar Eronning inqilobdan oldingi monarxiya bayroqlarini hilpiratib, qizil gullar bilan bayram qilgan. Lissabonda esa muhojirlar Eron elchixonasi oldida yig'ilib, tuni bilan raqsga tushgan. AQShning Texas shtatida ommaviy otishma sodir bo'ldi. Voqea yakshanba kuni Ostin shahridagi bar yaqinida yuz bergan. Hujumchi yo'l tanlamas avtomobilda kelib, oynani tushirgan va to'pponchadan bar hovlisidagi mijozlarga qarata o't ochgan. So'ngra mashinadan tushgan va yo'lakdagi piyodalarga qarata o'q uzishni davom ettirgan. Hujumda kamida 2 kishi halok bo'ldi va 14 kishi yaralandi. Qurollangan shaxsning o'zi ham voqea joyida politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Yaradorlardan 3 kishi og'ir ahvolda qolmoqda. Hujumchi asli senegallik, AQSh fuqaroligini olgan Ndiaga Diana ekani aniqlangan. Uning ruhiy xastaliklar tarixi bo'lgani aytilmoqda. Uning ustida Eron bayrog'i tasvirlangan va old tomonida Iran deb yozilgan ko'ylak bo'lgan. Rasmiylar bu hujumga AQSh va Isroilning Eronga qo'shma zarbalari sabab bo'lgan-bo'lmaganini motiv sifatida o'rganmoqda. Federal qidiruv byurosi esa bu jinoyatning terrorchilik bilan bog'liqlik ehtimolini tekshirmoqda. Yakshanba kuni Kobul yaqinida Pokiston harbiy samolyotlari Afg'oniston Toliboni tomonidan nishonga olindi. Reutersning yozishicha, yakshanba tongida Kobulning bir necha qismlarida portlashlar, so'ngra o'q ovozlari eshitilgan. Portlashlar oqibatida qurbonlar bor-yo'qligi hozircha noma'lum. Tolibon matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid aholini bosiqlikka chaqirdi. Kobul aholisi xavotirga tushmasligi kerak. Kobulda Pokiston samolyotlariga qarshi havo hujumidan mudofaa zarbalari berildi, dedi u. Pokiston juma kuni Afg'onistonning yirik shaharlariga, jumladan poytaxt Kobul, Tolibon oliy rahbari Haybatulloh Oxundzoda joylashgan Qandahorga zarbalar bergandi. Tolibon esa avvalroq chegara bo'ylab hujumga o'tib, ayrim blokpostlarni egallaganini bildirgandi. Saudiya Arabistoni va Qatar tomonidan olib borilayotgan diplomatik sa'y harakatlar hozircha o't ochishni to'xtatishga erisha olmadi. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif janglar sababli Rossiyaga rejalangan safarini bekor qildi. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shular edi. Ko'rishguncha.